Assalomu alaykum. Uyimni asfalt qildirishim kerak deganlar uchun maxsus video tayyorladik. Oxirigacha ko'ring, inshaalloh foydali bo'ladi. Bu asfaltimiz Farg'ona viloyati Quva tumaniga keldi. Xizmatimiz vodiy bo'ylab. Inshaalloh telefon qilsalaring, chiroyli qilib yetkazib, ustalarimiz bilan chiroyli qilib bosib beramiz. Bu xonadonimiz 200 kvadrat metr bo'lganligi uchun 20 tonna asfalt keldi. Qalinligini 5 santimetrdan bosamiz. Xudo xolasa chiroyli bo'lib chiqadi. Sizda 100 kvadrat yoki 150 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, 1 tonnasi 10 kvadrat metrga yetadi. Shuni hisobini olib, bemalol narxini chiqarib olishingiz mumkin. 1 tonna asfaltimiz narxi bugungi kunda 590 ming so'm hisoblanyapti. 1 kvadrati 59 ming so'm hisobida bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, shu nomerlarga aloqaga chiqinglar. Chiroyli qilib xizmatlarni bitirib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.